Bunga qurt tushmaydi ekan. Shira tushmaydi ekan, hasharot tushmaydi ekan. Mana bu shox mana 30 kilodan kam qilmaydi, 30 kilodan ko'proq qiladi. Egilib qolibdi-da bu. Egilib qolgan. Ikkinchi hosilim bu yilning hisobiga mana birinchi hosilimni olganimda bunchalik ko'p shox olmaganman. Bu mana shu bitta ekilgandan keyin hosil berib ketaveradi ekan, bu yoqda tagidan yil 12 oy chiqishda davom etib ketaveradi ekan. Bizning tagidan biz ham keyingi navbatda hosil berish uchun bitta tanani qo'yib qo'yamiz. Mana bu yonidan chiqqan yana ko'chatlarni ko'chatlikka boshqa tomonga ko'paytirishga ya buyurtma asosida tuvaklarga o'tkazib qo'yaveramiz. Hosildan ham daromad qilamiz, ko'chatdan ham daromad qilamiz. Bunga qurt tushmaydi ekan. Shira tushmaydi ekan, hasharot tushmaydi ekan. Buni eng qiziqqan tomoni mana shu. Boshqa ekinlar qiladigan bo'lsak, unga hasharot tushadi, qurt tushadi. Bu yelkamizga apparat osib turib, har qanday ximikat dorilarni beramiz. Bunga mana shu 1 gram ximikat dori hech qanaqangi berilmagan. 1 kilosi qanchadan? Holatiga qarab 20 mingdan 30 ming oralig'ida sotilyapti kilosi.